O'zbek tarixchiligida xaritashunoslik bilan bog'liq muammolar yetarlicha. G'arbning turli davlatlarida mamlakat tarixidagi deyarli har bir yil uchun xaritalar mavjud. O'zbekistonda esa ko'pincha bir xil, hammaga tanish bo'lib ketgan xaritalardan foydalaniladi va tarixning katta qismi uchun maxsus xaritalar yo'q. Masalan, xonliklar davriga oid. 16-asrda Abul Xayrxonning nevarasi bo'lmish Shayboniy xon bir necha yillik kurashlar natijasida Movara-un-Nahrda yangi o'zbek davlatiga asos soladi. Bu saltanat dastlab Shayboniylar davlati deb ataladi. 1533-yil Shayboniylar saltanati taxtiga o'tirgan Ubaydullohxon I mamlakat poytaxtini Samarqanddan Buxoroga ko'chiradi. Buning sababi uning otasi Mahmudxon, Shayboniyxonning ukasi, Buxoro voliysi, hokimi bo'lgan edi. Shundan so'ng bu davlat poytaxt shahar nomiga asoslanib, Buxoro xonligi deb atala boshlanadi. Bir qancha vaqt ichki urushlar girdobida qolgan Buxoro xonligi Abdullaxon II davrida barqaror va kuchli davlatga aylanadi. Aynan Abdullaxon II hukmronligi davrida Buxoro xonligi o'z qudrati cho'qqisiga chiqadi. Abdullaxon II nafaqat ichki kurashlarga barham beradi, balki xonlik hududini kengaytirib, Xurosonning Mashhad, Nishopur va Sabzavor shaharlarini Safaviylardan tortib oladi. Xiva xonligiga yurish qilib, uni Buxoro xonligiga qo'shib oladi. Sharqda esa Qoshg'arni ham o'z davlati tarkibiga kiritadi. Abdullaxon II davrida o'zbek davlatchiligi so'nggi bor ulkan sarhadlarga ega bo'ladi. Hatto Sibir xonligi ham Abdullaxonga siyosiy qaram bo'lib qoladi. Abdullaxon Amir Temurdan so'ng Turon zaminida ikkinchi eng yirik o'zbek davlatini barpo qilgandi. 1598-yilda Abdullaxon II vafot etgach, u qurgan ulkan davlat ham zavolga yuz tutadi. Xorazm mustaqillikka erishadi, Safaviylar Xurosonni egallaydi. Qozoq xoni Tavakkalxon Buxoroga bostirib kirib, Toshkent, Jizzax, Xo'jand va Samarqandni bosib oladi. Uning Buxoroga hujumi muvaffaqiyatsiz tugaydi va qozoqlar ortiga haydab yuboriladi. Shunday bo'lsa-da, Toshkent, Turkiston va Taroz shaharlari Qozoq xonligi tarkibiga o'tib ketadi. 1601-yil Abdullaxon II vafotidan 3 yil o'tib, mamlakatda Shayboniylar sulolasi hukmronligi ham barham topadi va Buxoro taxtiga Ashtarxoniylar yoki Joniy sulolasi keladi. Ashtarxoniylardan Imom Qulixon Buxoro hududini ancha kengaytiradi, jumladan Toshkent va Taroz shahri xonlik ixtiyoriga qaytarib olinadi. Imom Qulixondan so'ng taxtga kelgan Nodir Muhammad va Abdulazizxon davrida saltanat chegaralari katta o'zgarishga uchramaydi. Faqatgina 1680-yilda Jung'orlar hujumidan so'ng halokatga yuz tutgan Qoshg'ar xonligining ba'zi hududlari Buxoro xonligi tomonidan egallab olinadi. Abdulazizxondan so'ng taxtga kelgan Subxon Qulixon davrida chegaralardagi eng katta o'zgarish Xiva xonligining yana Buxoro xonligiga qo'shib olinishi bo'ladi. Biroq bu uzoq davom etmaydi. Subxon Qulixondan so'ng Buxoro taxtiga o'tirgan Ubaydullohxon II mustaqillikka intilayotgan viloyatlar bilan to'xtovsiz kurash olib boradi. Bir tomondan Balx hokimi Mahmud Qatag'on, boshqa tomondan Farg'onadagi Ming sulolasiga qarshi kurashgan Ubaydullohxon 1711-yil fitna qurboniga aylanadi. Uning o'limidan so'ng Balx va Farg'ona vodiysi Buxoro xonligi tarkibidan chiqib ketadi. 1740-yili Buxoro va Xivaga Eron shohi Nodir shoh bostirib kiradi va har ikki xonlikni o'ziga bo'ysundiradi. Eronga qaramlik 1747-yilga qadar davom etadi. Shu yili Nodir shoh o'ldirilgandan so'ng Buxoroda katta mavqega erishgan o'zbeklarning Mang'it qabilasi yetakchisi Muhammad Rahimbiy Ashtarxoniy hukmdor Abul Fayzxonni o'ldiradi. Muhammad Rahimbiy taxtga Ashtarxoniylar vakillari bo'lgan Qo'g'irchoq hukmdorlarni o'tqaza boshlaydi. Nihoyat 1756-yili Muhammad Rahimbiy Buxoroni to'liq o'z boshqaruviga oladi. Biroq an'anaga ko'ra faqatgina Chingiz naslidan bo'lgan insonlargina xon rutbasini olishi mumkinligi bois Muhammad Rahimbiy o'zini xon emas, Amirul Mo'minin deb e'lon qiladi. Shu tariqa Buxoro xonligi Buxoro amirligiga aylanadi. Mang'itlardan Amir Shohmurod nafaqat o'z adolatparvarligi, balki harbiy muvaffaqiyatlari bilan ham alohida ajralib turadi. Amir Shohmurod 1788-yili Buxoro tarkibidan chiqib ketgan Afg'oniston shimolidagi yerlarni amirlikka qaytaradi. Marv ham yana Buxoro mulkiga aylanadi. Afg'oniston shimolidagi yerlar Chor viloyat, Andxo'y, Shibirg'on, Saripul va Aqcha 1845-yilga qadar Buxoro amirligi tasarrufida qoladi. Shohmuroddan keyin taxtga kelgan Amir Haydar va Nasrulloh asosan ichki nizolarni bartaraf qilish bilan shug'ullanadi. Nasrulloh 1842-yili Qo'qon xonligini Buxoroga bo'ysuntirishga erishadi, ammo shu yilning o'zidayoq Qo'qon mustaqillikni qaytarib oladi.
Amirning Qo'qonga ikkinchi yurishi Xiva xonining Buxoroga hujumi sabab bekor qilinadi. Aynan Nasrulloh davrida Afg'on Turkistoni yoxud Chor viloyat butunlay Afg'oniston ixtiyoriga o'tib ketadi. 1868-yili Rus imperiyasi qo'shinlari Buxoroga bostirib kiradi. Buxoro amiri Muzaffar xonlik mudofaasini uyushtira olmaydi va Buxoro Rossiya protektorati vassali bo'lib qoladi. 1873-yil 28-sentyabr kuni Amir Muzaffar Turkiston general-gubernatori fon Kaufmanning do'stlik haqidagi shartnomasiga qo'l qo'yadi. Shartnomaga ko'ra Buxoro amirligining Samarqand, Urgut, Jizzax, Panjikent va Kattaqo'rg'on bekliklari Rossiya tarkibiga o'tadi. Buxoro amirligi tashqi siyosatda Rossiyaga qaram bo'lsa-da, ichki siyosatda birmuncha mustaqillikka ega bo'ladi. 1917-yili Rossiyadagi fevral inqilobidan so'ng Buxoroda ham amir hokimiyatiga qarshi harakatlar boshlanadi. Ammo Amir Olimxon qulay fursatdan foydalanib davlatni mustahkamlash borasida yetarli ishlarni amalga oshirmaydi va 1920-yil 30-avgust kuni bolsheviklar hujumidan so'ng Buxorodan qochib ketadi. Bolsheviklar ta'siri ostida Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tuziladi. Bu davlat 1924-yil 27-oktyabrda tugatiladi va uning hududi O'zbekiston SSR va Tojikiston ASSR tarkibiga kiritiladi. Shu bilan 400 yilga yaqin hukm surgan Buxoro davlati xotima topadi. Xiva xonligiga 1512-yili Shayboniy Elbarsxon tomonidan asos solinadi. Xiva xonligi paydo bo'lgandan toki Rossiya imperiyasi vassaliga aylanguniga qadar Orolbo'yi, Mang'ishloq, Saraxs, Dexiston va Darun hududlarini asosan o'z nazoratida ushlab turadi. Turkman qabilalari ham goh xonlik tarkibida, goh undan mustaqil bo'lib yashaydi. Xiva xonligi juda ko'p vaqt ichki urushlar girdobida qoladi. Bu Xiva xonligida markaziy hukumatning kuchli bo'lmagani bilan izohlanadi. Xiva xonligi markazlashgan hokimiyat va eng katta chegaralarga o'zbeklarning Qo'ng'irot urug'idan chiqqan Muhammad Rahimxon birinchi davrida erishadi. Muhammad Rahimxon Xivaga doimiy bo'ysunuvchi hududlardan tashqari Sirdaryoning quyilish qismi va Qoraqalpoqlarning Qo'ng'irot hududlarini bo'ysundiradi. Shuningdek, Rahimxon 1820-yil Marvni Buxorodan tortib olishga muvaffaq bo'ladi. Muhammad Rahimxondan so'ng ham xonlik hududlari sezilarli darajada kichrayadi. Ichki kurashlar va isyonchi turkman qabilalari bilan doimiy urushlar xonlikning sillasini quritadi va Xiva ham 1873-yil Buxoro kabi Rossiya protektoratiga aylanadi. Xiva xonligi va Rossiya o'rtasida imzolangan Gandimiyon shartnomasiga ko'ra, Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi yerlar Rus imperiyasi ixtiyoriga o'tadi. 1880-85-yillarda olib borilgan yurish natijasida turkman qabilalari ham Rossiya tarkibiga o'tgach, Xiva tasarrufida faqatgina Amudaryoning chap qirg'og'idagi yerlar qoladi. Xiva xonligi ham Buxoro kabi 1920-yilda Xiva Xalq Sovet Respublikasiga aylantiriladi va 24-yilda uning yerlari Qoraqalpog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston SSR tarkibiga qo'shib yuboriladi. Qo'qon xonligi 18-asrda Farg'ona vodiysida tashkil topadi. Yangi mustaqil davlatni dastlab Chodak xo'jalari boshqara boshlaydi. Biroq 1709-yili o'zbeklarning Ming qabilasidan bo'lgan Shohruxbiy xo'jalar hokimiyatiga chek qo'yadi. Xonlikning birinchi poytaxti etib Tepaqo'rg'on shahri tanlanadi. Shohruxbiyning o'g'li Abdurahimbiy poytaxtni Qo'qonga ko'chiradi. Qo'qon xonligi tarkibiga Farg'ona vodiysidan tashqari Sharqiy Turkistonning ba'zi qismlari ham kiradi. Qo'qon xonligi hududi Olimxon davridan tez kengaya boshlaydi. Olimxon Toshkent, Sayram va Xo'jand shaharlarini xonlik tarkibiga qo'shib oladi. Uning ukasi Umarxon esa bir necha yuz yillardan beri Buxoro hukmdorlari qo'l ostida bo'lgan Turkiston shahrini Qo'qon xonligiga bo'ysundiradi. Shuningdek, Umarxon Sirdaryo bo'yi yerlarini Buxorodan tortib olishga muvaffaq bo'ladi. Qo'qon xonligi Umarxonning o'g'li Muhammad Alixon Madalixon davrida eng katta sarhadlarga ega bo'ladi. Madalixon hozirgi Shimoliy Qirg'iziston, Janubiy Qozog'iston yerlarini, O'ratepa, Qorategin, Darboz, Ko'lob bekliklarini o'ziga bo'ysuntiradi. Shuningdek, bir necha bor Qoshg'arga ham yurish uyushtiradi. Biroq Madalixon hukmronligining so'nggi yillari omadsiz kechadi. Madalixon boshqaruvidan norozi bo'lgan bir guruh bek va dindorlar Buxoro amiri Nasrullohdan Madalixonni taxtdan yiqitishni so'raydi. Natijada 1842-yil Qo'qon devorlari ostida paydo bo'lgan Buxoro qo'shini shaharni egallaydi va talon-taroj qiladi.
Madalixon va onasi Nodira begim qatl qilinadi. Qo'qon xonligi yerlari esa Buxoro amirligiga qo'shib olinadi. Shu yiliyoq Buxorodan mustaqillikka erishilgan bo'lsa ham, Qo'qon xonligining keyingi tarixi turli guruhlarning o'zaro kurashlaridan iborat bo'ladi va xonlik qayta markazlashgan kuchli davlatga aylana olmaydi. Bu esa xonlikning Rossiya imperiyasi uchun tayyor o'ljaga aylanishiga olib keladi. Qattiq qarshilikka qaramay, Xo'jand egallanishi bilan Buxorodan uzilib qolgan Xudoyorxon 1868-yili Qo'qonni Rossiyaga qaram davlatga aylantiruvchi sulhni imzolashga majbur bo'ladi. Ammo Buxoro va Xiva bilan urush yakunlangach hamda Qo'qonda rus hukmronligiga qarshi harakat boshlangach, ruslar xonlikni butkul tugatishga qaror qiladi. 1876-yili Qo'qon xonligi davlat sifatida butunlay tugatiladi. Keyinchalik sobiq Qo'qon xonligi hududlari Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston SSR hamda Tojikiston ASSR tarkibiga kiritiladi. Shuningdek, xonlik yerlarining bir qismi Xitoy ixtiyoriga o'tib ketadi.